Cobalt sotayotganingizda agar 0 tepasida mil yozib turgan bo'lsa, mana bu yoqda ham mil yozib turgan bo'lsa, bu probegga ishonmang. Bu hozir ko'p yurgan mashina, lekin 31 ming ko'rsatib turibdi. Buni qanaqa to'g'irlash hozir sizga ko'rsatib qo'yaman. Birinchi gitaradagi menu knopkasini bosamiz. Menu bosganimizda unit set chiqadi. Endi gitaradagi mana bu dumaloq knopkani ushlab turamiz. Ushlab tursak mana mil margat qotib ko'ryapsizmi? Keyin gitarada mana shu joyda aylantiradigan bor. Bitta pastga tushirsak mana kilometrga o'tdi. Margat qilib turadi. Margat qilib turganda yana dumaloq knopkani bosib ushlab turamiz. Tit qilib kilometr qotadi mana. Margat qilmayapti. Endi yana menu knopkani bitta bossak, mana endi ko'rishingiz mumkin 49999 kilometr yurganini ko'rsatyapti. Bu mashina o'zi 49999 kilometr yurgan, lekin boya 31 ming ko'rsatib turibdi. Cobalt sotayotganingizda shu narsasiga qarab olmasangiz, eski mashina sotib olishingiz mumkin. Ma'lumotimiz foydali bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmang. Sizga shunga o'xshagan foydali ma'lumotlarni ulashib turamiz.